Onajon assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Necha puldan ekan xo'roz qandingiz? 3 pachkon. Ha, bering, men onajon sizda qolmaydi. Men sotib beraman. Kelishdingmi? Sotaverdim. Men agar sota olmaganim pulni o'zim beraman, qolgan teging tarqataman. Kelishdingmi? Aka, assalomu alaykum. Keling, mana shuni yerlarga olib ketasiz. 3 tasi 10 ming. Hammamiz yoshligimizni eslatadi, kuzattiringlar. Kuzattiringlar. Rahmat, rozi. Oling, 10 ming bering. 3 tasi 10 ming. Ha, 2 mingtalik o'zingiz sotding. Siz olasizmi? İşte xo'roz qand 10 ming. Rahmat, rozi bo'ling aka. Hozir biz bitta bozorda aylanib sotamiz hammasini. Tog'a, assalomu alaykum. Bir minut vaqtingizni olaman, yaxshimisiz? Jiyanlar bormi? Borda. Men 3 tasi 10 mingga beraman sizga. Zo'r, yoshlikni eslatadi. Rozi bo'ling, sog' bo'ling. Mayli, roziman. Charchamang, sog' bo'ling. 4 mingga ikkitasini berib yubordik. Xursand bo'lsalar. Ha, malades. Opamga gap yo'q. Opam uchun like bosib qo'yasiz. Rozi bo'ling, sog' bo'ling. 4 tasi 10 mingga beraveramiz. 4 ta qo'ydim, rozi bo'ling, charchamang. Beraman, ikkitasi 5 ming beraman. Ne? Buni ham sotamiz. 3 tasi 10 ming. Zo'r. Charchamayapsizlarmi? Sog'liginglar. Xo'roz qandimiz tugadi. Kuzattiringlar. Rozi bo'ling, charchamang. Ketdik, onaxonga beramiz. Onajon, xullas hammasini sotdik. Men 100 ming sizga qo'shimchasi, o'shani hammasini puli. Mendan merosimiz. Faqat duo qilasiz. Keyingi safar nima sotaylik, yozib qoldiringlar, albatta sotamiz.